ocean as my guide. Top down riding, let the West Coast vibes collide. Corner store stops, grab a drink, it's all good. Cruising through the streets of my neighborhood. Hey yo, West Coast weather, the sun sets slow. Chilling with To'rtta setkasimi? Bunisi molbob, qo'ybob deyiladi. So'tali makka bug'doylarni yorma qiladi. Bunisi kepay holatda qilib beradi. Hozir sizga mana kepay holatda chiqarib beramiz. Setkalar yana tushadi. Bo'ldi. Yerdan so'tali makka solasiz, yerdan bug'doy solasiz. Ko'pgina to'kib o'tirib. To'st suqqansiz-a? Suqmayapman to'st. Donni chiqargani. Endi hozir o't chiqaramiz, ichida to'xtab olgandan keyin chiqadi. Hali chiqaradi ketgan. O'sham yaxshi bo'ladi. Bu uni qani? Uni qani? Mashina bu? Ha. U qiladimi bu? Ha, shu. Eng maydasimi? Ha, eng maydasi shu. Setga solishadimi? Ha, setga solishaveradi. Bo'lsa mana qo'yib oldi. Bu ham ketaveradi, tushaveradi. Boshqa. Mol bor bu. Somon bilan bo'lsa, Bulardan maynikin bo'lmaydi. Sizlarga ham kuch keladi. Bor yeringiz bo'lsa mo'lam tavsiyash keladi. mol bor. Ichida chiqarilgani qo'yib olib mana chiqqan. Mana unisi so'tali makka chiqaramiz. Mana unisi uni. O'sha kepay holatda chiqaradi. Quruq qo'lgacha. Quruq qo'lga ham solaveradi. Cho'jaga yaxshi ekan-da bunisi, ha? Cho'jaga tagi. Ana shu. Cho'jaga yaxshi ekan. Bundan o'zol cho'p. Ha, vatdan so'tali makka solasiz. So'tali? Ha, so'tali makka solasiz. Vatdan bug'doy solaverasiz. Bu Xitoy texnologiyami, farg'ona texnologiyasi? Yazamon texnologiya. Yerinjoq keldingizmi? Güzel. Ma'qulmi? Hay, maqtada. Sizga aytib qaytib bo'lmaydi. Bo'ldi. Yo, ma'qul bo'lsa. Asli men aytdim, qaytib qilishim kerak.